Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 2023 yılı 6 dekabr günü düşdən keyin Rim nizamnaməsiga imza qoyğan dövlətlər Nyu-Yorkda 22-ci qatımlıq ümumi yığın çaqırıb, növbətdə avj alayotgan to'qinishlarni muzokara qilmoqchi. Lager şahidi Tursunay Ziyovuddin, Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin məsləhətçisi, Uyğur qurbanlarının advokati Rodney Dekson, Kommunizm qurbanlarını xatırlaş fondunun Xitay tədqiqatçısı, yazğıcı və təkşürgücü Atan Gotman, Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin muavin cumhur rəisi, cəza lageridən qutulub çıxan şahid Sayragül Savutbay, Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin cumhur rəisi Məmtimin Əla, Kommunizm qurbanlarını xatırlaş fondunun peshqadam tədqiqatçısı Adrian Zenis qatarlıqlarını öz içiga alğan Xitayning irqiy qirg'inchilik lageridan saq qutulganlar, advokatlar, mutafattishlar, tadqiqotchilar, Uyg'ur va qozoq rahbarlar yig'inga qatnashib, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini tekshirishga chaqiriq qiladi. Xitoy Sharq Turkistonda 2017 yildan buyon irqiy qirg'inchilikni avjiga chiqarib, 4 milliondek Uyghur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq Turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarga qamab, chekidan oshgan vahshiy usullar bilan qiynab qirg'inchilik yurgizmoqda. Begunoh Sharq Turkistonlik Turkiy xalqlarning organlari sug'urib olinib o'ldirildi. Ayollar tug'mas qilib yutildi, bosqinchilikqa uchradi. Xitoylar bilan majburiy to'y qildirildi. Balalar oilasidan ayirib etilib, Xitoy qilib yetishtirildi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining advokati, Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin məsləhətçisi Rodney Dekson Rim nizamnaməsiga imza qoyğan dövlət Tacikistondan Xitoyning Uyg'urlarni qo'g'lab chiqarib, jazo lagerlari va turmalarga qamab, yo'qitib etganligiga doir isbotlarni yig'ib, 3 qatim Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirdi. Hozir Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining Xitoyning jinoyatini tekshirishi kutilmoqda. Yig'in soat 1 dan 3 gacha davomlashadi. Yig'inga ko'pchilikning qatnashishi talab qilinadi. Fransiya yuqori iqtidorli hisoblash markazi taxminan 1 million yevroluq tez suratlik kompyuterning ismini Turpan deb qo'ygan. Bu markazda ishlayotgan faxrlik Uyg'ur qizimiz doktor Ashti Aygul Jamal xonim bu tez suratlik mashinaning programmalarini saqlash xizmatiga mas'ul bo'lib, bu kompyuterning ismini qo'yishda ro'yisnash olib borgan. Aygul xonimning 8 xizmatdoshi Uyg'ur xalqini texnik ko'p fransuz tadqiqotchilariga to'ntirish uchun birdek Turpan degan ismga bilet tashlagan. Mush munosabat bilan Aygul Jamal xonim va uning xizmatdoshlariga chin ko'nglimizdan rahmat aytamiz va Aygul Jamal xonimning tadqiqotlarining texnik muvaffaqiyatli, mo'l usulliq bo'lishini tilaymiz. Ham muajiratda vatanparvar bilimxumor yoshlarning texnik ko'plab chiqishiga tilakdoshmiz. Amerika Məclisi Beyjingning nutq hukmronligidan xabardor bo'lgan. Mutaxassislarning aytishicha, Amerika shirkatlari Xitoyning g'oyat zo'r bozoridan ayrilib qolishidan ansirab, Beyjingning siyosiy liniyasiga moslashgan. Erkin Osiyo radiosining 1 oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, mutaxassislarning payshanba kuni parlamentga aytishicha, Xitoy Kompartiyasi Payden muddaosidan foydalanib, Xitoyda faoliyat qilayotgan Amerika shirkatlarini sazgur siyosiy masalalarda qo'llashga qistagan. Avam palatasining Xitoyga qarshi tanlangan komiteti Amerikaning eng boy savdogari Elon Muskning oldingi hafta San Fransiskoda Xi Jinping bilan ko'rishganda Xitoydagi manfaati sababli qattiq bosimga uchrash xavfiga duch kelganligini aytgan. Komitetning raislik vazifasini o'tayotgan Cumhuriyetchilar partiyasining Avam palata a'zosi Mike Gallagher alayda guruhining yaqinqi mezgildagi isbot anglash yig'inida so'z qilib, urushdan ilgari Beyjingning Tayvan va Janubiy dengizni kontrol qilmoqchi bo'layotganligini, urushning aqllardagi eng muhim urush maydonida boshlaganligini, buning Xitoy Kompartiyasining texnik keng siyosiy urush strategiyasining bir qismi ekanligini, buning Xitoy katibaşlarının so'zlash kuchini qo'lga keltirish va'dasini berishiga yo'l ochganligini, o'zlari paydo qilgan nuqtai nazar bilan tahdid deb qargan dunyo haqidagi nuqtai nazarni besishga tirishganligini aytib, inson tafakkurining oldingi sepi buzilgandan keyin boshqa mudofaa liniyasini qo'g'dash ta'sga to'xtaydi. Xitoyning harbiy qo'llanmasidagi ideya dunyosi tashviq qilish orqali g'alaba qilish mumkin bo'ladigan istutaksiz urush maydoni degan. Bu komitetga qatnashgan mutaxassislar Beyjing qo'llangan zamonaviy tashviqot uslubining Xitoy Kompartiyasiga foydali xabarlarni tarqatishdan halqib ketganligini aytgan.
Hodson instituti Xitoy markazining mudiri Maylis Yu Xitoy Kompartiyasida qo'llangan so'zlash huquqi degan so'zning to'g'ri ma'nosi nutq hukmronligi bo'ladi. Xi Jinping Xitoy Kompartiyasining Xitoy haqidagi tashviqotini Xitoy haqidagi birdan-bir dunyoviy nutq holatiga elib kelmoqchi degan. U yana Beyjingning ideviy urushdagi eng ilgari usullarining birining Xitoyning keng bozorida savdo qiladigan, hatto Xitoy sirtida savdo qiladigan Amerika shirkatlarini sezgur masalalarga tekshirishga bo'ysunishga majburlash ekanligini aytgan. Tarix insonga xos bo'lgan va uning ishlab chiqargan mahsulidir. Tarixsizlik faqat hayvonlarga oiddir. Agar insoniy suratimizdan tashqari shundaqla yeb-ichib yashashdan, o'rmon qonuni hukm surayotgan dunyoda putirab turish ko'rishi yo'lidagi tirikchilik qo'yga banit bo'lib o'tishdan boshqa insoniy xususiyatimiz ham tirik deb qarasak, bulg'angan tarixni quchoqlab yetib, allaylanib yashashni, mayatda tarixsiz millatga aylanishni qabul qilib yashayotganimiz yetmagandek, tarixsiz tüp bo'lib ezib tugashni qabul qilishga qarab ilgirlashdak sun'iy va halokatlik yo'lning bizni ram qilib olishiga yo'l qo'ymasligimiz, yashayotgan dunyoning ilanguchlarida sangilatilgancha o'zligimizni yitirib qo'yishdan sagaklik bilan mudofaada turishimiz lozim. Buning uchun millatning tarixini o'zliksiz qilib turish roliga ega bo'lgan til, din, madaniyat, kultur va ota ajdod merosi kabi milliy qadriyatlarimizga ega chiqishni uzib qo'ymasligimiz zarur. Buni to'salg'isizlashtirish, qarg'a kelar holatga ilib kelishning yo'li bo'lsa, oldi bilan to'salg'ularning nimaligini bekitish va bir taraf qilish. Her türlü ro'yi qulluqqa qarshi keskin tarzda jang e'lon qila oladigan, yoq deya oladigan ongni zehniyatimizda shakllantirishdir. Shuningdek, vatansevar doiralar bilan unutildirilgan va obrazi bulg'ab etilgan qahramonlarimizni farqlantirgudek saviya sapa yetildirish. O'z qo'limizda tiklatkizilgan milliy butlarni ikkilanmasdan yana o'z qo'limiz bilan chaqib tashlashga jur'at qila oladigan ibrohimiycha ruhdan, sutliqcha jasoratdan, Yusuf Xas Hacibcha bilgi hikmet ve parasatdan nesibe almağımız zarur. Qachonki süzük iman, milliy ruh ve ilim hikmetni bir gavda qilib shakllangan o'zlikni, o'zimizga xos bo'lgan zihniyatni barpo qilib chiqalayotganmiz. Shubhisizki, asorat kishilarimiz bir tal hal qismi qolmay pochaqlangusi va bu bizni muvaqqat istiqlol va istiqbolga yuzlantirgusi, erishtirgusidir. İnşallah. Orhan Muhammadning suyuqlantirilgan mustaqillik va Satqulluq Güləngülləri namlıq maqalasidan elindi. Bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Bizga vaqt ayırğanlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelar qitimki proqramımızda görüşkəcə Allah'a emanet olğaysızlar.